Assalomu alaykum, hurmatli barcha do'stlar. Biz Zarina opamizga yana xabar olgani keldik xonadoniga. Ertalabdan soat 7 bo'lmadi. Videomiz abita chiqadi. Zarina opamizning kartalariga qancha pul tushdi, ma'lumot berib o'tib ketamiz. 5 kun bo'ldi adashmasak video qilganimizga. Hozir oilaviy sharoitini borib so'rayman. Mana yangamiz o'zi ham chiqdi. Xullas azizlar, Qudrat akamiz hali ham daragi yo'q, chiqqan yo'q. Uyidan chiqib ketganiga 3-4 oy bo'lgan. Endi ko'plar yozibdi kommentariyaga 3-4 oyga shuncha vahima odamlarga yillab yo'qolib ketgan deyapti. Lekin to'g'ri, yillab yo'qolib ketsa ham u oilasini so'rab turadi, telefon qilib turadi, ishim yurishmayapti dedi. Bu yangamiz aytayaptiki, uyga umuman telefon qilmaydi deyapti. O'zining telefoni yo'q ekan, xolam bilan endi o'zining onasi bilan yashab turibdi. Onasi bolalarga, farzandlariga qarab turibdi. Ikkita bolasi hali nima dedi? Sutdan qorni to'ymay malish beryapti. Hamma magazinlardan qarz. Yangamizning nomiga kredit olib ketgan. O'zining pasportiga Dushanbe siti olamiz desak, pasportini ham yirtib tashlagan ekan. Uyning ahvoli bu. Hay xudoga shukr, uy shuncha shikaturga qilingan nima ekan? Endi buncha u darajada ham sharoiti yaxshi bo'lmasa ham ustilarida shifri yo'q ekan. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana uyning ustini ko'rib turibsizlar do'stlar. Uyning ustida shifrlari yo'q. Hay ayol kishi ayol boshi bilan nima qilsin bu ayol ham? Mana bankdan qarzi bor ekan, har kuni uyga 2 marta, 3 martadan dedi, 2-3 martadan ondan izlab kelyapti deyapti. Sizlardan iltimos yana bir bor. Mana shu karta nomerlarini yana qo'yib o'tib ketamiz. Dushanbe siti topa olmadik. O'tgan videoda biz Dushanbe siti olib beraman deb videolarda aytildi, lekin Humo karta qo'yildi. Onasining nomiga qo'ydi. Familiyasi nima edi onangizda? Qayumova Sharifa deb chiqadi kartaga. Humo karta yangi oldi. Xullas kecha 1685 somon nimasidan kartadan yechib ketdi. Hozirda nimada Humo kartasida 397 somon pul tushgan ekan. Assalomu alaykum. Yangi yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Mana mikrofonni bir joyingizga qistirib qo'ying. Bolalaringiz yaxshimi? Hasan Husanlar yaxshimi, egizlar? Bironta holingizda xabar olgani keldimi? Bironta xabar olgani yo'q. 10 ming qarz qilgan yerim. 10 ming? Bankda hammasi 10 ming bo'ladi. Ha, bankdagilar va magazinlar qarzlari 10 ming bo'ladi. Aha. Shulardan qarz qilgan. Iltimos xalq yordam qilinglar. Rahmat yordam qilganlaringga. Hay shuncha yordam bo'pti. Mana men bugun ertalab ko'rdim. 11100 tami, 11200 ta odam tomosha qilibdi. Mana shu 5 kunda ichida. Demak, kecha 1685 so'm xizmat qilgan bo'lsangiz, hozir kartada 397 so'm pul bor ekan. Bunday hisoblaganda hozir 2100 so'mmi pul tushgan bo'ladi-da, qarib 2100 so'm. 2100 so'mga ham yetmaydi adashmasam. 2100 so'm hay shuncha yordam qilibdi. Mana shu be'tibor bo'lmabdi. Mana shu ko'rib turgan Saxovatpesh obunachilarimizga ham katta rahmat, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammalaringizga ukalarim rahmat, yuzga kiringizlar. Chunki o'zida yerimda yo'qolganiga ancha bo'ldi. Kelmaydi, telefon qilmaydi. Iltimos yordam qilingizlar. Hay shuncha yordam bo'libdi. Katta rahmat. Mana shu yangamizdan o'zining rahmatnomasini aytayapti. Mana shu 3 ta farzandi bor. Bittasi 2-sinfda o'qiydi ekan. Qolgan ikkovi Hasan Husan salgina nima desam bo'ladi? Nima dedi? Sutdan qorni to'ymay malish bilan katta bo'layapti ekan. Ayol boshi bilan qiyin, u yig'laydi. Mana shu yangamiz ham xolamaydiki, ayol boshi bilan mana shu internetga chiqib, YouTube'ga chiqib, to'g'rimi? Ayol boshi bilan YouTube'ga chiqib, internetga chiqib sizlardan yordam so'ram. Mana shu boshida hozir sizlar bilan birgalikda nimani ko'rsatamiz. Endi 3 ta farzandini, bittasi uxlab yotgan ekan, Hasan Husanlar beshikda. Hol-ahvolini bilamiz. Azizlar, mana shu aytib o'tganimizdek havas bilan nima bilan chiqqan yo'q internetga. Hozir borib bir xabar olamiz, hol-ahvoldan so'rab. Uxlab yotsa bolalaringiz. Yo bismillah. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana katta o'g'li. Buning allergiyasi qaytdimi, qaytgan yo'qmi? Yanga, allergiyasi yaxshi bo'ldimi? Ha, yaxshi bo'ldi. Bu yaxshi bo'ldimi? Ha, mana Hasani beshikda yotibdi. Bu beshikda, temir beshikda. Husani bunisi Husani bu beshikda yotibdi, uxlab yotibdi. Kanal mana holda xabar oldik. Ha, yaxshi. Mana shu hech kim befarq bo'lmadi. Hammalaringizga katta rahmat. Kartasini yana bir marta qo'yib o'tib ketamiz. Do'stlar, bu videomiz mana shu yerda to'xtaydi. Bu yangamiz ham aytayaptiki, faqat mana shu suratlarni ham qo'yib o'tib ketamiz do'stlar. Suratlarni
Uyning sharoiti mana shu uyning ichida, uyning ichi ya'ni. Mana patologlardan suv o'tadi deyapti. Shuning uchun qishgacha mana shu uyimda remont qilib olsammi deyapti, lekin bilmadim endi qanday yordam bo'ladi. Bankdan qarz ko'proq ekan. Bankdan mana shu Zarina opamizning o'zining nomiga kredit olib ketib qolgan. Endi o'zi to'lay olmayapti. O'zi biron joyga ishlamaydi, bu farzandlardan ortib bir ishga chiqa olmayapti. Mana shu onasi kelib kamroq yordam berib turibdi maqsad. Kelib bankdan olgan hamma joydan qarz chiqib ketgan. Chiqib ketgan bedarak yo'q. Do'stlar mana shu suratlarni telefon qilmayapti. Ko'plar aytayapti, ishlab yurgandir, biron joyda keladi, unday bunday deb yozyapti-yu, lekin do'stlar bedarak yo'q, izlab topa olmayapti deb o'ylayman, chunki bu akamiz Qudrat akamiz bilmadim, oilasini shunday tashlab ketgan. Oxirgi payti uyiga ichib kelibdi-da, shu yangamizni uribdi, derazalarini sindiribdi, boshiga qaynoq suv qo'yib ketib qolgan. Shunday bo'lganmi haqiqatan? Shunday bo'lib ketib qolgan. Mana 3 ta farzandini o'ylasa yaxshi bo'lardi deyman-da, chunki o'sha 3 ta o'g'lim katta bo'lsa, nasib bo'lsa shu otasi, onasi qaraydigan katta farzandlar bo'ladi mana shular ham. Haydi bizni to'g'ri tushundi deb o'ylayman. Mana shu karta nomerlar, Humo kartasini yana qo'yib o'tib ketamiz. Qayumova Sharifa deb chiqadi. Agar qo'ldan kelgancha oilaviy sharoitdan ortsa, iloji boricha yordam qilingizlar. Faqat mana shu videomiz bugungi oxirgisi bo'ladi. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.